Assalomu alaykum. Bugun bir ajoyib hisob ko'ramiz. Mana shu ifoda berilgan. Mana shuni topishimiz kerak. Ya'ni x equal z ni x plus y plus z ga nisbatan. Buni teskarisini yozib olsak qanday bo'ladi? Masalan, topish kerak bo'lgan narsamizda masalan, ana t deb olsak, t ni minus 1-si teng bo'lar ekan. X plus y plus z taqsim x y z ga. Demak, buni alohida bo'lib chiqsak, 1 taqsim masalan yz plus 1 taqsim xz plus 1 taqsim xy. Demak, mana shuni topsak, keyin shuni minus 1 ni topsak, mana shu chiqadi. Demak, mana bunday ifodani qaranglar. Agar buni 2 ga ko'paytirib 5 ga qo'shsam 11, buni 2 ga ko'paytirib 7 ga qo'shsam 11. Mana buni 2 ga ko'paytirib qo'shsak, demak, asosiy fishka bu misolda mana shu. Demak, nima qilamiz? Mana tomonni 2 ga ko'paytirib qo'shib olamiz. Shunda mahrajlarni teng ko'paytirib qo'shib olsak, 11 taqsim xy plus 11 taqsim yz plus 11 taqsim xz bo'ladi. Shu demak 3 ayrilgan 4 taqsim 5. Demak 15 dan 4 ayirsak 11 taqsim 5 bo'ladi. Demak biz topishimiz kerak bo'lgan mana shu ifoda 11 ga qisqartirib olsak, 1 taqsim xy plus 1 taqsim yz plus 1 taqsim xz teng 1 taqsim 5. Endi mana shu yerda misolimiz ishlandi. Faqatgina biz mana shunga tengligini bilib olishimiz kerak. Demak, mana shu t ning minus 1-siga teng bo'lsa, shu t ning minus 1-siga teng bo'lsa, t ni o'zi esa 5 ga tenglik kelib chiqadi. Masala chiqadi.